hozirgi paytda yaxshi hovli topish juda qiyin bo'lib qoldi, juda ham. Men bitta shunaqa yaxshisiga keldim. Oxun Boboyev, Olmazor tumani, Betonkaga yaqinroq joyi. Lekin uyni prosta zo'r qilib qo'yishibdi. Ugloviga tushgan 2.6 sotu, 6 ta xona, 4 ta sanuzel, oshxona, 100% podval. Podvalda namozxona, tahoratxonalargacha qilib qo'yishgan ekan. Hovlini ko'ryapsizlar, вообще ideal bo'lgan. Xudo xolasa, kechqurun klient kelib qolsa, kechki obzorni ham bitta qilib beramiz. Letniy kuxnya, hovliga ikkita mashina bemalol sig'adi. Hovlimiz ugloviga joylashgan. Uy ichini bitta obzor qilamiz. Like va podpiska esdan chiqmasin. Qani ketdi. Hovlidan kirar ekanmiz, bizani kattagina chiroyli hovl kutib olar ekan. O'ng qo'limizda oshxona, ugloviy bo'lgan hisobiga ikki taraflama oyna bor. Mebellar tayyor qo'yib qo'yilgan ekan, texnikalarigacha. Keyingi ko'radigan xonamiz ro'parada zal bo'lyapti. Zo'r tarafi kattagina chiroyli rang qilib qo'yishgan ekan. Orqa hovli mavjud. Va bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va birinchi qavatni общий sanuzel. Balga tusharkamiz hammamiz niyat qiladigan namozxonamiz bor. Payg'ambarlar sajarasi eng zo'r joyini aytaymi? Tahoratxonaga netchi. Xo'p, keyingi xonamiz bitta katta zal qilib qo'yish kerak ekan. Zo'r, erkaklarning tepasi pastda отдельно, tepada ayollar o'zi отдельно o'tiradigan holatda kotelniy xonamiz va prachka xonamiz vannalarigacha qo'yib ketilgan ekan. Ikkinchi qavatga chiqarkanmiz, kichkinagina koridor qilib qo'yishgan ekan. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Yotoqxona, balkonga chiqadigan eshigimiz bor. Yana bitta yotoqxona, balkonga chiqadigan eshigimiz bor. Ugloviy bo'lgan hisobiga uylar yorug', ikki taraflama oyna. Общий sanuzel. Bitta bolalar yotoqxonasi va ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Ichida o'zini sanuzeli bor va garderobning qismi bor. Bu ko'rgan hovlilar narxi keladigan bo'lsa $340 ming so'ralyapti. Kelishadigan joyi bor. Pastki raqamli qo'ng'iroq qilaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.